Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyali o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5 dan boshlab aloqa adreslarimizga qo'shib qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. 11. Kitapның namı, ma'nisi va o'zining qiyirliqi so'zlanadi. Kitapның namini qutadg'u bilik qo'ydim. O'qiganlarni baxtli qilsin va yo'l ko'rsatsin. Men so'zimni so'zladim va bu kitapni yozdim. Bu ikki dunyoni tutishga sunilgan qo'l bo'lsin. Kishi her ikki dunyoni baxtlik holda qo'lida tutalasa, baxtlik bo'ladi. Bu so'zim haq, rostdir. Kun tug'di aligni so'z beshi dedim. Ey yaxshi kishi, uning ta'rifini qilay. Uningdan keyin oy to'ldini so'zladim. Uningdan muqaddas baxt kuni yo'riydi. Bu kun tug'di deganim qonun adolatdir. Oy to'ldi deganim baxt saodatdir. Uningdan keyin o'gdilmishni so'zladim. O aql idrokning nomi bo'lib, kishilarni yuksaldirdi. Buningdan keyingisi udg'urmishdir. Uni o'zim oqibat deb ta'rifladim. So'zimni shu 4 narsa ustida so'zladim. O'qisang hammasi yechiladi. Ko'zingni o'tkir qil. Xushal xuram hayot kechirgan ey yaxshi yigit, so'zimni zoyi qilmay ko'ngil qo'yib angla. Tirishqin adolat yo'lidan adashma. Yigitlikingni zoyi qilma, uning foydasini ol. Yigitlikingni qadrla, u tezli o'tib ketadi. Qanchalik mahkam tutsangmi, tiriklik sendan qochadi. Seningda yigitlik kuch-quvvati bor ekan, uni zoyi qilma, davomli toat ibodat qil. Yigitlikimga qayg'uraman, o'kinaman. Ammo o'kinishimning foydasi yo'q. So'zimni to'xtataman. Kimning ömrida yeshi 40 yetsa, yigitlik u er bilan xo'shlashadi. Menga 50 yeshim qo'lini takkizdi. Quzg'un tusidek qora beshimni oqqudek qildi. 60 yosh endi meni kel deb chaqiribdi. Ajal pistirmisiga yo'liqmasam, endi u yoqqami boraman. Kimning yeshi 60 hisobini tugatsa, uningdan hayot lazzati ketadi. Yozi qish bo'ladi. 30 yoshda yiqqanlarni 50 yosh yondirib oldi. 60 yosh qo'l uzatsa, nimalarni qilmaydi? Ey 50 yosh. Men sana nima qilgan edim? Nemishqa mendan o'ch elishqa turding? Yigitlikimdagi barcha ishim lazzatlik edi. Endi mening yeydigan ishimni o'g'i qildi. Qaddim o'qdek tuz, qalbim yodek agri edi. Qalbimni o'qdek qilg'icha qaddim yodek bo'ldi. Yigitlik menga nima yig'ib bergan bo'lsa, qiyirliq kelib etgetdi. U sanga keladi. Ey qutuldirg'uchi, kel, meni qutuldir. Mushaqqat bilan yil oylarning tutquni bo'lib qoldim. Oyig'im kishansizla putlashdi, menga mos bo'ldi. Ko'radigan ko'z qarchiqim qorong'ulashdi, yo'rimas bo'ldi. Hayot lazzati ketdi, qalbimning o'ti o'chdi. Yigitlik nomi meningdan yiroqlashdi.
O'yg'on ey oqsoqol, o'limga hozirlan. O'tib ketgan kunlaring uchun un selib yig'la. Vaqt kulla behuda o'tib ketdi. Qolgan kunlaringda o'zingni so'rag'in. Ey muhtojsiz, mangu va doim tirik egam. Bu sonsiz tiriklarni o'lim uchun yaratgansan. Senden bu söz bilan duo tilayman. Meni bir muncha vaqt tirik qil, yeshimni uzart. Seningdan kuch-quvvat tilab bu so'zni boshladim. Buni tugatkicha sallik kuch bergin ey egam. Ey tilim. Yaramsızlarni mendan yiroqlashtirg'uchi yaratquchi egamni tinmay madhiyla. Chunki u tanladi, yaratdi, ko'nglimni yoritdi. Ko'nglimni to'g'ri yo'l va xotirjamlik ichida tutdi. Qorong'uda edim, tunimni yoritdi. Zulmatda edim, kunimni tug'dirdi. Odishib yurgan edim, yo'limni ko'rsatib berdi. U saqlamagan bo'lsa, o't ko'yatdim. O meni tanladi, ayridi, yuksaldirdi. Hem ozg'unlar yo'lidan chiqadi. Ko'nglimni yorug'lik bilan zinnatladi. Tilimni shahodat bilan bezidi. Qalb, ko'z, idrok, aql va bilim berdi. Tilimni echib, so'zimni ravon qildi. Meni yetakliguvchi so'yimlik payg'ambarning yo'lidir. Shu payg'ambarlar menga yo'l ko'rsatkichi bo'lsin. Bularning hammasi egamning fazilatidan edi. U mendek toatsiz qulini qadrlik qildi. Yana oylar va yillar hayot yashasammo, buning shukrisini qandoq ado qilaman? Ilohim, bu ojizligimni bilasan. Shunga mushkulim va muhtojligimni sana ochaman. Bularning hammasiga loyiq shukr qilolmayman. Menga o'zing rahim qil. Hikmatingga aql yetmaydi. Meni tuz va to'g'ri yo'ldan chiqarma. Mendan bu iymon to'nini yashmaygin. Mening bu jinim tenimdan chiqar vaqtida oxirgi nafsimni shahodat bilan uz. Qora yer qetida o'zim yolg'iz qolganimda menga u yerdamu ko'p rahmat qilgin. Men toatsiz bir qulingman. Gunohim nurg'un. Ey qadrdon, o'z fazling bilan meni kechirgin. Barliq mu'minlarning hammasiga yor yo'lak bo'l. Atki boqiy olamning didorini bugulli ko'rsat. On ikkinchi so'z beshi kun tug'di Ali haqida. Bilginki idrok tasavvur qildirib, bilim bildirdi. Bevafo dunyoning qiliqini sana uqtirdi. Bu qeri turoqsiz bevafo dunyoning mijozi qizga o'xshaydi. Sapsasang yeshi cho'ngdir. Ba'zi qiliqi qizninkidek xulqi chiroyliq. Osh qiladi-yu, tutay desang tutuq bermaydi. So'yganni so'ymaydi, kiyikdek qochadi.
Qaşqanğa yepishidi, oyog'ini quchoqlaydi. Ba'zida qarasang izingdan yuguraydi. Ba'zida ko'migandek beshini yaga soladi. Ba'zida baqsang yana tezli yuzini o'riydi. Qancha tutay desangmi nozlanib tutuq bermaydi. U ko'plagan baglarni qeritdi-yu, o'zi qeyrimidi. Talay bagni beshidan kechirdi, so'zi tugumidi. Dunyoda bir dono bilimdon bag bor edi. U uzun yil baglik qilib o'tdi. Bu nomi mashhur kun tug'di edi. Jahonga donq chiqqan baxtiyor edi. Tabiati durust, mijazi muloyim. So'zlari chin, haq, ko'zi ko'ngli boy edi. Bilimlik, idroklik, sazgur bag edi. Yomonlarga o't, dushmanga ofat edi. U botur va mag'rur, to'g'ri tabiatlik edi. Bu xususiyatlari uni kun siri yuqori o'rlatdi. U shundoq bag ediki, bilimlari bilan yashadi, to'g'ri ish harakat qildi. G'ayrat, ishtiyoq bilan siyosat yurgizdi. Ishtiyoq oliy janoblikqa yarashadigan ish. Buningga taqlidan bir shoirning so'zi esimga keldi. Buni o'qisa, o'qiganlarning ko'zi ichiladi. Yovuz yaramaslarni o'zidan yiroqlashtirish uchun kishi ham himmatlik, ham muruvvatlik bo'lishi kerak. Kishilik uchun himmat, muruvvat kerak. Kishining qadri himmat va muruvvat darajasi bilan o'lchanadi. Bu kun tug'di Ali ashu mijoz xulqi bilan kun va oydek parlab dunyoga yo'ridi. Kim aql idroklik bo'lsa, uni chaqirtdi. Kim bilimlik bo'lsa, uni yuksaldirdi. Uning atrofiga dunyodagi xil aql idroklik bilimlik kishilar zish to'plandi. U al-yurt ishini o'zini tuzab yo'lga soldi. Lekin yana xil kishilarning bo'lishini tilaydi. O'ziga yordam qilsa, ish boshlasa, o'zi bir pas aram olsa, ishlarni u ishlasa deydi. Kun tug'di, bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib qayg'urib aytdi. Baglik degan so'z va baglik ishi buyuk ish. Qarasang, bosh og'rig'i ko'p ishmi nurg'un. Ko'p ishlarni o'ngshaydigan idroklik odam oz depiladi. Al-yurtning barliq ishlarini o'zim qilolmayman. Menga ishning yo'lini biladigan bir odam kerak. Menga endi kishilarga bosh bo'la oladigan aql idroklik, bilimlik tanlangan bir odam kerak deydi. U sodiq, ishonchlik, ish harakati to'g'ri, tili va ko'ngli tuz ishlarni tushunadigan bo'lsa edi. Mening ishlarimni qilish bersa, barliq sirlarimni yaxshi tushunib ketalisi edi. Beshidan nurg'un ish kechirib, yeshi ulg'aygan, tajribalik bir kishining nima deganligini angla. Ar uchun yordamchi va yo'lanchik bo'laligidek aql idroklik, donishmand el boshqurg'uchilar kerak. Barliq ishlarni biladigan bir yordamchi kerakki, ishni bilib ishlasa, kishi tilikiga yetadi. Yordamchilar ko'p bo'lsa, bag jafo chekmaydi. Uning ishi obdan yurishidi, qonun buzilmaydi. Bilginki, har qandoq ishda yordamchi kerak. Bo'libmi baglik ishiga texmi ko'p bo'lishi kerak. Ali yordamchi tilab, uningga erishanmadi. Hamma ishga o'zi qo'l takkizdi. U kundan nayt ko'p mushaqqat chekatdi. Hozir aram tilisa, o'rniga jafo tagdi. Sapsasang sinab so'zlaydigan, baxtga erishgan kishi bu so'zni obdan aytgan. Rohat tilisang qo'shilib jafomi keladi. Shodlik tilisang birlikda qayg'umi tegidi. Kishi qancha yuksalsa,
bosh og'riqimi ko'payadi. Beshing qancha cho'ngaysa, shuncha cho'ng bo'k kiysan. Ali butun mamlakatga ko'z quloq tutdi. Uningga hamma taqoqliq eshiklarni ochildi. Yaramsizlarning qo'lini bog'lab jimiq turdi. Yamonlarni surib eldan yiroqlashtirdi. U shundoq ho'sharlik bilan elini boshqurdiki, omati kundan kunga eshib yuqori o'rladi. Kishi uchun har qanday yerda ho'sharlik kerak. Bo'libmi baglik ishiga ehtiyot zarur. El ishlari va o'zingning uzun umr ko'rishing uchun ehtiyot va ho'sharlik ko'p foydalidir. Buningga taqlidan bir shoir so'zi yodimga keldi. Shoirning aytgani bu so'zimga ul asos bo'ldi. Ho'sharlik ehtiyotni arlamoqdaydi. Chunki bexudlik bilan tumanlagan arlar jinidan ayrildi. Har qanday ishda bexudlik qilmay ehtiyot qil. Mushundaq ehtiyotchanlik bilan ikki dunyoni orzu qil. Bilginki, o'ziga ishongan kishi bexudlik qiladi. Dushman kelsa, eng avval bexudla o'ladi. Ehtiyotchan bo'lib dushmanni yengan va jahonga hokim bo'lgan erning nima deganligini angla. Ey jahon boshqarg'uchi, el so'ramoq bo'lsang, ehtiyotchan bo'l. Ehtiyotchanlik shariatning talabidir. Bexud kishi ko'z yumib g'aflatda uxlaydi. Ey qudratlik, bexud bo'lma, ho'shyor bo'lgin. Alining ho'shyorligi elga foyda yetkazdi. Bu foyda bilan el halovatga yetishdi. Elini tuzab o'ngishidi, xalq beyidi. U zamonda bo'ri bilan qo'y billi suv ichdi. Yaxshi ko'radiganlar xushallik bilan uni maqtadi. Dushmanlari buni anglab bo'ynini egdi. Ba'zilar uningga seg'inib keldi va pano tiladi. Ba'zilari kelib Aligning ishikini so'ydi. Endi ko'ngli o'yg'oq kishining nima deganligini angla. Uning so'zi tuman xil chechakdek rang-rangdir. Ey qizil yuzlik inson, ish harakati odil bo'lsa, baglik ulug' ham nihoyat yaxshi narsadir. Baglik nihoyat yaxshi. Ammo texmi yaxshiroqi qonundir. Uni to'g'ri yurgizish lozim. Bag yaxshi bo'lib, adolat bilan ish ko'rsa, xalq uchun naqadar qutlug' zamon bo'ladi, ha? Yaxshi nom er uchun qanchalik muqaddas baxt, ha? Bundaq yaxshi nom va baxt mangu qoladi. Xalq ishini kishilik bilan boshqursa, bundaq yaxshi kishi naqadar yaxshi bag bo'lgan bo'ladi. Aligning bu yaxshiliklari barliq allarga yetdi. Uning shuhrati donqi jahonga yayildi. Elde uningga duo qilg'uchilar ko'paydi, yaxshi nom qozondi. Uning nomi va saodati kundan kunga ulg'aydi. Dunyo xalqi uni anglab va arzu qilib, to'plashib, yig'ilib uning qishig'iga keldi. Qara, dunyoga butunlay baxt kameri bog'landi. Qo'zi bilan bo'ri birga qetilib yuradigan bo'ldi. 13. Oyto'ldining kunto'g'di Ali xizmatiga kelganligi aytiladi. Oyto'ldi otliq bir zaki odam bor edi. Ali donqini anglab tayyorlik ko'rdi. U yosh, yumshoq fe'l bir yigit edi. Aql idroklik, bilimlik ham cho'nqur fikrlik edi. Uning yuzi shunchalik chiroyli ediki, qarasa ko'zni chaqatdi. So'zlari yumshoq edi, tilidan
haqiqat tamatdi. U barliq fazilatlarni to'liq o'rganib, bu fazilatlarni egilab yuratdi. U o'ziga qarab shundoq dedi: "Menmi bugun tumanlagan fazilatim bilan elning oldida turaman. Yana nimishqa bu yerda bekorga yuraman. Aligining yeniga baray va uningga xizmat qilay. Bu fazilatlarim Aliga foyda yetkazsin. U menga g'amxo'rlik qilsin, mushaqqatlarim tugusin. U idroklik, bilimlik, muloyim bey ekan va fazilat egilarini xohlaydi ekan. Aql idrok qadrini aqlliqlar biladi. Olimlar bilim satsa, uni bilimliklar oladi." Bir shoir buningga o'qishtirib va taqlid qilib, til va lafzi bilan bu so'zni aytdi. Bilimning qimmatini bilimlik biladi. Aql idrokning qadri bilimdan keladi. Tal va nodon bilimning qadrini nadan bilsin? Qayerda bilim tepilsa, bilimlik berib oladi. Oy to'ldi, ot, kiyim, qoral tayyorladi va xizmat qilishga yo'l olay dedi. U o'ziga lozimliq narsalarni tayyorlab bo'ldi. Bu tona olim Ali tarafga yo'l oldi. Yana u o'ziga aytdiki, "Men bu yerdan qo'zg'ilib Ali xizmatiga yuzlanib ketyapman. Yot yerda mol lozim bo'ladi. Qo'l qisqilik qilsa, yuzim sarg'iydi. G'eriblik degan noyati qattiq narsa. Nini arlarning g'eriblikdan beshi qaygon. O'zim ishlatay desam, shubhisizki nurg'un oltin kumush kerak bo'ladi. Endi bilimi dengizdek kishining nima deganligini angla. Nazar solsang, u mamnun kishi so'zini o'qishitib aytgan. Kimiki xon xizmatiga kiray desa, kesib aytayki, uningga ikki narsa kerak. Biri og'riq siloqsiz sog'lom hayot. U nuqsonsiz xizmat ko'rsatib, yuzini yo'riq qilsin. Yana biri ey zerak, sop oltin kerak. Uni ishlatib, o'ziga tegishlik ishlarni bajarsin. Shuningdan keyinla sening xizmating yaraydi. Buni bilsang, sana ishik taqalmaydi. Oy to'ldi, hojitim tushganda kerak bo'la deb sop oltin kumush va mol dunyo elib oldi. U uydan qo'zg'ilib chiqdi. U yoqqa qarab mangdi. Bir muddat yurdi, ham bir muddat to'xtab dam oldi. Oxiri Ali turadigan o'rniga yetdi. Jon dili intilgan orzu tilikiga erishdi. Shaharga kirib qonalg'u izladi. Qonalg'u topolmay, dunyo uningga tor ko'rindi. G'amga potdi. Oxiri bir g'erib xoniga berib tushdi. Kechsi shu yerga yetib, chidam bilan tunni o'tkazdi. İdraklik kishining nima deganligini angla. Buni bilimdan elib va bilib turib sana so'zladi. Tonish bilishi bo'lmagan kishi yot kishilar ichiga kirib qolsa intayin qiyin bo'ladi. Yangi kelgan kishining tonishi bo'lmasa, davomliq muhtojlik ichida tursa, bak ig'ir bo'ladi. Tonish bilishi yo'q kishilar qorig'iga o'xshaydi. Qorig'i yo'ldan adashsa, uni so'kmaslik kerak. Agar kishi kep baxmagan elga kelsa, er kishimi kelindek totinchoq bo'lib tili tutiladi. Yot yerdan kelganlarga yor yo'lak bo'l, yemak ichmak ba. Musofirlarni qadrla ey dono olim. Yotlarni qadrlasa, er yuzi yo'riq bo'ladi. Musofirlarga yaxshi qarasa, shuhrati tarqaladi. Kishiga har qanday yerda tonish bilish kerak. Har qanday ishlar tonishlar orqali qilinadi. Oy to'ldi, bir qancha vaqt shu tariqada yurdi. G'eriblik azobi uning chiroyini sarg'aytdi. Keyin u kishilar bilan tonishdi, makon tutdi va kulib yuzi nurlandi. Yana u el og'ini tutib, ular bilan yaqinlashdi. Cho'ng'igimi, kichigimi ochiq chiroy ochdi. Oy to'ldi, o'ziga bir hamroh topdi. Atoqliq bir kishi bilan do'stlashib maslahatlashdi. Oy to'ldi,
yaxshi bir odamni do'st tutdi. Uning ismi Ko'samish bo'lib, yaxshi ishlar qiladi. Oy to'ldi, uningga ko'nglidagi so'zlarni ochdi. Orzusi nimaligi va o'zining kim ekanligini aytdi. O'z yeridan nimishqa bu yoqqa kelganligini va o'zining bilganlarini so'zlab berdi. Aliki yaqin bir xos hojib bor edi. U nayt mard kishi bo'lib, Ali bilan sirdosh edi. Ko'samish bir kuni uning yeniga bordi. So'zga yo'l tepib, hamma gapni uningga aytdi. Hojib so'zni tahtiga yetkazib, oy to'ldining maqsadi nima ekanligini to'liq so'radi. Ko'samish hamma gapni oy to'ldining kim ekanligini va orzusining nima ekanligini so'zlab berdi. Hojibning Ko'samishga bergan javobi. Hojib aytdi: "Avval mening qishimga kelsin. Men uni ko'ray, u meni ko'rsin. Keyin bu so'zni Alikka yetkazay. Uning qachon kelib, qaysi kuni ko'rishishini so'ray." Ko'samishning oy to'ldig'i aytgan so'zi. Ko'samish turib u yerdan chiqdi va yana oy to'ldi qishig'i kelib dedi: "Ey oy to'ldi, kuning tug'di. Endi berib hojib bilan tanishqin. Nima orzu tilaking bo'lsa, uningdan so'ra. U seni ko'rsin, bilsin, so'zlaringni anglasin. Nima tilaking bo'lsa, o'z tiling bilan so'zla. Uningga sening barliq so'zlaringni aytdim. Mendan ko'ra yaxshiroqi o'zing ochiq aytqin. Rost so'zlik, to'g'ri fikrlik odam noit yaxshi aytgan. To'liq sapsasang, bu so'z intayin to'g'ri. Kishi boshqa birining so'zini so'zlabli qo'ydi xolos. O'z ishingga boshqalardan ko'ra o'zing jon ko'ydirsan. O'zingga qancha yaqin yaxshi kishi bo'lmasin, o'ylangin. U o'zingdanmi sodiq bo'la olamdi? O'zingga sodiq kishi izlasang, o'zingdan sodiqroq kishi yo'q. So'z tamom. Oy to'ldi, o'rnidan turib, to'nini kiydi. Chiqib, Ko'samish bilan u yoqqa bordi. Ishga yetib, otdan tushdi. Piyoda ichkari kirdi. Hojibning xizmatchisi kelib qarshi oldi. Ko'samish kirib hojib bilan uchrashdi. Yenib chiqib, oy to'ldini chaqirib, hojib qishig'i ep kirdi. Hojib yaxshi qarshilib to'rdan o'rin berdi. Yaxshi va illiq so'zlarni qildi. Hojibning oy to'ldig'i suoli. Hojib so'radi: "Kayfing qandoq? Kelib nega tushding? Turgan o'rning qandoqroq? Tonish bilishing, yor do'st birodaring bormi? Qaraydigan kishing yemak ichmaking-chu?" Yana u so'radi: "Tilaking nima? Nima ish qilmoqchisan? Nimalar kerak?" Oy to'ldining hojibga javobi. Oy to'ldi aytdi: "Ey davlatlik hojib, men bu kun tug'di Aligning nomini angladim. Yiroqdan uning donqini angladim. Bilimidan, aql idrikidan, obdan so'zlaridan xabar topdim. Uning xizmatini qilishni orzu qildim. Uning ishiga xizmat qilg'ili keldim. Tilikim Alikka xizmat qilmoq. Hojib munosib ko'rsa, bu so'zimni iltimos qilib boqsa." Hojib oy to'ldini ko'rib yoqtirib qoldi. Uningga ko'plab madhiya aytdi. Uning husni chiroyi, mijoz xulqi, taqturqi, uz so'zlarining hammasini yoqtirib qoldi. Uni chin dilidan so'yib ma'qul topdi. "Bu kishi Ali xizmatiga yaraydi ekan", dedi. So'ygiga sazovar bo'lgan kishining nima deganligini angla. Kishi so'ygiga sazovar bo'lsa, nuqsoni fazilat hisoblanadi. Kimni so'ysang, uning aybi fazilat tuyuladi. Kimni so'ymasang, uning fazilati qusur bo'lib ko'rinadi. Buningga shohid tariqasida tövandagi so'z esimga keldi. "Ey aziz odam, buni sen o'qig'in. Diling kimni so'ysa, uning nuqsoni fazilatga aylanadi. Barliq ta'tur ishlari o'ng, kam yeri to'liq ko'rinadi. Diling kimni so'ysa, uning hamma narsasi so'yimlik bo'ladi. U ko'rar ko'zingga ursimi ko'rinmaydi." Hojibning oy to'ldig'i javobi.
Hacip oy to'ldig'i javob berdi va dedi: "Aldirama, meni kutib tur. Men avval Alikka so'zingni yetkazay. Tilikingning nimaligini, o'zingning kimligingni aytay. Seni bilsin, ondan yüz görüşsün. Seni kamsitmasin, qadringni qilsin. Kerak narsang bo'lsa, men qarshib turaman. Hamma ishlaringni xushallik bilan atqirib beraman." Hacip naiti yaxshi so'zlarni qildi. "Ishingni bejerib beraman" deb qattiq bel bog'ladi. Yaxshi odam degan mushundoq bo'ladi. Yaxshi kishi xalqning yukini ko'taradi. Xalqni boshlagan va barliq ishlarning tegi tahtiga yetib ishlaydigan erning nima deganligini angla. Kimning davlati yuqori ko'tariladi ekan, u xalqqa yaxshi qonunlarni yurgizishi kerak. Kimiki xalqqa hokimiyat yurgizsa, qiliqi ko'rkam, mijazi tamkin bo'lishi lozim. Kimning xalq ichida gapi oqir ekan, uning tili so'zi shirin, o'zi muloyim bo'lishi lozim. Davlat degan o'zgarishchan narsa. Tuzaydi ham buzudi. U shunchalik turaqsizki, u tez keladi va tezlik ketadi. Baxt omadga ishonma, mumkin qadar yaxshilik qil. Bilginki, baxt bugun bu yerda bo'lsa, atsila u yerda bo'ladi. Ey baxt tiliguvchi, baxt uchun mag'rurlanib ketma. Kelgan baxt oxir ketib qoladi. Ey davlatman, davomliq muju davlating bilan turay desang, yaxshilik qilib turgin. Sana ulug'liq nisb bo'lib baglikka erishsang, beshing oqargacha o'zingni kichik tut. Hacip yana mundaq dedi: "Endi sen qayt. Xushal yashag'in, chunki baxt kamarini bog'lading. Sen xizmat qilish fursati uchun ancha oldirma. Vaqt kelganda yepiq eshik o'zi ochiladi." Bilimli kishining bu so'zi yaxshi aytilgan. Bilimlikning so'ziga baqsang, u go'yo tovar durdunga o'xshaydi. Qandoqliki ishga oldirsang, uzunga so'ziladi, kechikadi. Oldirib qilingan ishlar o'kinishlik bo'ladi. Ishning vaqtini kutish, oldirmaslik lozim. Ey dana, hamma ish o'z vaqtida bo'ladi. Oytoldining Hacipga javobi. Oytoldi Hacipning barliq so'zlarini angladi va mundaq dedi: "Taqat qilib o'zimni tutib olay." Hacip men bilan ko'rishdi va so'zimni angladi. Nima qilish kerakligini va vaqtni o'zi belgilasin. Hacip qaysi vaqtda meni xolasa shu zaman shu kuni kelay dedi. Oytoldi turib u yerdan chiqdi. Kelib uyga kirdi va to'nini yashdi. Hacip ko'rdiki, Oytoldining mijoz xulqi boshqa kishilarninkidan o'zgacha alohida ekan. U, "Men bundoq aqlliq, bilimlik, xalqni boshlaydigan kishini ko'rmagan edim" dedi. Bundoq kishilar nihoyat qis bo'ladi. Qis narsalar qimmatligi uchun qizning ismi qiz bo'lgan. Nimaki qis bo'lsa, u qimmatlik bo'ladi. Qimmatlik narsaga ko'p mushaqqat chekmagicha erishkili bo'lmaydi. Bundoq kishilar alayki lozim. Alayki lozim narsa algimi lozim. Fazilat egisi hammaga foyda yetkazadi. Kishi fazilati bilan orzu tilikiga yetadi. Fursati keldi. Hacip Alikka so'z ichib, Oytoldining mijoz xulqi va taxtini bildirdi. Uning mijoz xulqi odatini so'zlab berdi. Farostiga munosib bilimlarini sanab berdi. Alikning Hacipga javobi. Alik angladi va dedi: "Keltir qani, u qayerda turdi? Uni bir ko'ray. Men izimni besib, mamlakat ishlarini qiladigan mushundoq bir kishini izlagan edim. Barliq tilakimga erishdim. Yana bir orzuyim shuki, mushundoq bir kishiga muhtojman. Ey jasur qahramon, yur, berib uni chaqir. Huzurimda uni menga ko'rsat." Hacip o'rnidan turdi. Ishga chiqib, bir o'g'ilni yugurtib xabar yetkazdi. Bu bola yugurdi-da so'zni yetkazdi. Oytoldi o'rnidan turib, so'yingan holda to'nini kaydi. U etini mindi, darvozaga yetib keldi. Hacip oldiga chiqib, ichkariga boshladi.
Hacip uni qadrlab to'rdan o'rin berdi. Qara, oy to'ldimi adab bilan o'ltirdi. Hacip Aligning huzuriga kirdi. O'ri turib Aligdan iltimos qildi. Aligning Hacipga javobi. Alig aytdi: "Chaqir, qishimga kirsin. Men uni ko'ray, u meni ko'rsin." Hacip chiqdi va "Ey oy to'ldi, tur. Alig huzuriga bor. Baxt kameri sana bağlandı," dedi. On dördüncü. Aytoldining Alig Kuntuğdu huzuriga kirganligi aytiladi. Aytoldi kirib, tizlanib Aligga ko'rindi. Uning yuzini ko'rib, Aligning ko'ngli echildi. Aligga egildi va so'z ochdi. Uning so'zi Aligni xush qildi va o'zini so'yindi. Aligning Aytoldiga suoli. Alig aytdi: "Kimsan? Eting nima? Nereden keldin? Yurtun qayerda?" Aytoldi tamkinlik bilan so'z boshlab, oliyjanoblik bilan o'z so'zini bayon qildi. Tamkinlik, oliyjanoblik aqlning ishi. Aql farosatsiz kishilarning hammasi hayvondir. Buningga taqlidan shoir bu beytni aytdi. Biriga hojiting tushsa, oldirama, savr bilan ayt. İşqa oldirab kirishma, savr qilib kut. Oldirab qilingan ishlar keyin pushaymon bo'ladi. Har qanday ishda oldirama. Toqat qil, o'zingni tut. Qul toqat qilsa, baglik kamiriga erishadi. Aytoldining Aligga javobi. Aytoldi aytdi: "Ey davlatlik Ali, qulluq nomi xizmat bilan go'zallashadi. Nomim qul, xizmatkor. O'rnim ishq oldi. İşlerim adillik, odatim xizmatdir. Sana intilib uzun yo'l yurib keldim. Bugun orzuyim qenib tilakimga yetdim. Tilakim shuki, sen meni chatga qoqmay xizmatga sol. Meni rad qilma." Bu so'zlarni anglab Alig so'yindi. Tilagan odami tepildi va u arni sinab ko'rdi. Aligning Aytoldiga javobi. Alig aytdi: "Aytoldi, seni ko'rdim. Chiroying va xulqing meni so'yindirdi. Sen o'z loyiqida sodiqlik bilan xizmat qil. Doim ishkimda tur, yaqin bo'l. Mendan ehson, sendan xizmat bo'lsin. Xizmat joyida bo'lsa, baxt eshigini ochadi. Bugundan boshlab bosh tortmay xizmat qil. Xizmat ko'rsatsa, bag xizmatchi haqqini o'taydi." Aytoldining Aligga javobi. Aytoldi yer utdi va shundoq dedi. Alig e'tibor bilan qarasa, davlat qo'l uzatadi. Men uyimdan chiqib xizmat qilishga keldim. Sana yuzlanib uzun yo'l yurdim. Xizmat qilish uchun Xudo kuch-quvvat bersin. Sening xizmatingda xato qilishdan saqlasin. Aytoldi turib, so'yinib kulgan holda ishga chiqdi. Aql ko'ngli echilib, mash'aldek yo'ridi. Baxtga erishgan va shu baxti yuzisidan orzu tilikiga yetgan arning nima deganligini angla. Bagla kishiga kulib boqsa, u kishining aql ko'ngli jonlanib, o'zi mag'rurlanadi. Bagla kishiga xushxuy chiroy ochsa, u kishi e'tiborga ega bo'ladi, so'zi o'tadi. Bagla kimni o'ziga yaqin tutsa, uningga hamma narsa yaqinlik qiladi. Baxt demakdir. Baxtga kishi yaqin bo'lsa, orzusiga erishadi. Barliq ishi o'ngishli bo'ladi. Shundan tortib Aytoldi xizmat qildi. Sahar turib bir dammi xizmatdan neri bo'lmadi. Kunduzi soqchi bo'ldi, kechasi kuzatib turdi. To'g'rilik va sodiqlik bilan xizmat qildi. Alig qishig'i doim kirib chiqib turdi. Aligmi uningga yaxshi ko'z bilan qaradi. Aytoldi kuniga yangi xizmat ko'rsatib turdi. Aligmi kun siri boshqacha qadrladi. Bagla qo'lini uning xizmati uchun qadrlaydi.
xizmatda ajr singdirsa kichiklami ulug' bo'ladi. Xizmat qil, xizmat bilan qo'l bag bo'ladi. Xizmat ko'rsatmasa kimmi tilikiga yetalisin? Amdi donishmand nima deydi? So'zini angla. U so'zlarni inchiklik bilan bezab ma'nilik so'zlagan. To'rga noloyiq kishi xizmat bilan to'rga erishadi. Yaramsiz yarab qolsimi, faqat pagog'il erishadi. Xizmatkor to'g'riliq bilan xizmat qilishi kerak. Xizmat ko'rsatgandan keyinla tilikiga erishadi. Oy to'ldimi har kuni xizmat ko'rsatdi. Aligmi ko'yinib ishkini ochiq tutdi. U orda xodimi bo'lib, kun siri yuqoriga ko'tarildi. Qayg'usi ozladi, shodligi ko'paydi. Oy to'ldi, xizmatidan nihoyat huzurlandi. Aligmi g'amxo'rlik qildi va ko'p yoruyulak bo'ldi. Alig uni har turli ishlarda sinab ko'rdi. Xolig'inidek bir xizmatchi arga erishdi.